yoshlar.com taqdim etadi. Assalom de turdim ertalab azon, kamida 2 soat oldin yangragan telefon, kayfiyatga qarab tanlangan kiyim, quloqlarimda Shohrux rapper yoki Michael Jackson. Mani do'stlarim mani bilishadi, salom muxlislarim, men sizlarni sevaman. Mani mahallam mani tanishadi, Toshkent tomoni shahrim buni bilishadi. Xullas kayfiyatdan boshlangan kun davom etib tabassum bo'lishadi. Toshkentning ko'chalarini kezaman har kun, bugun esa xuddi bir o'zgacha kun. Ko'zlarim tushdi bir asalli qizga, o'tiribdi yuzida kulgu menimcha WhatsAppda. Mana assalom, keling tanishamiz desam, xalaqit bermay o'zi bormisiz deydi WhatsAppda. Suhbat shirin qildi mani so'zlari, sochlari uzoq qildi mani ko'zlari. Yuragimga sevgida tegdi u asalli qiz, asalli qiz. Suhbat shirin qildi mani so'zlari, sochlari uzoq qildi mani ko'zlari. Yuragimga sevgida tegdi u. Отвечаю, bunaqa diski kinoda ham yo'q. Ko'zlarimga qaramadi go'zal, ko'zlarini uzmas WhatsAppdan asal, WhatsAppdan top mani nima deydi? Bu asali siz ham Shohruzga qiziqasizmi deydi. Nima deyishni ham bilmayman jilmayib. Asalli qiz men Shohruz o'ziman, agar bilsangiz go'zal qiz yuzlarimga qaradi, parvo qilmadi, keyin birdan asalim uyalib ketdi. Go'zalim mani yo'q dema kuzatib qo'yaysan, mayli ko'zlarimga boqma, tutma qo'llarimda mani, lekin yo'q dema yoningda bo'laysan. Qara ikkimizda ko'zi hammani. Go'zalim mani yo'q dema kuzatib qo'yaysan, mayli ko'zlarimga boqma, tutma qo'llarimdan mani, lekin yo'q dema yoningda bo'laysan. Qara ikkimizda ko'zi hammani. Suhbat shirin qildi mani so'zlari, sochlari uzoq qildi mani ko'zlari. Yuragim